Uxti juda yaxshi mishka ekan, mazza-ku, bu mishka bilan o'ynash juda ham javaga o'xshayapti-da. Juda faqat shu ekranga chiqib qolish yoqmayapti-da. Juda ham yaxshi mishka, mazza qilib bemalol xuddi javanikida o'ynash mumkin. To'g'risi ham mazza qilib javanikida o'ynayveraman-da. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Muzim MC. Bugun sizlarga ana shunaqa mishka modini o'rnatishni o'rgataman. Undan avval yaxshilab tomosha qilinglar do'stlar. Juda ham zo'rda. Mana kirib olaman do'stlar. Mazza xuddi javanikida o'ynaganda o'ynaysizlar-da do'stlar. Menga xohlagan bloklar bemalol olsanglar bo'ladi. Mana do'stlar. Mishka juda ham yaxshi do'stlar. Yaxshi ishlangan, juda ham yaxshi mod. Hech qanday mishkasi yo'qlar uchun juda yaxshi mod deb o'ylayman buni. Hozir sizlarga yuklashni o'rgataman. Aman do'stlarim, uning uchun biz mening Muzim Channel degan Telegram kanalimga kirib olamiz. Men modni tashlab qo'yganman va siz ana shu modni yuklab olishingiz kerak. Bu modni yuklab olasizlar va uni Minecraftlarga qo'shasizlar. Men Minecraft patchga o'ynayman, shuning uchun shader uchun-da do'stlarim, endi eskiroq versiya bo'lsa ham shunga tushadi. Bemalol shuni qo'shib mazza qilib o'ynaysizlar do'stlarim. Undan oldin kanalga obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar, chunki do'stlar tezroq 100 mingta bo'lishim kerak. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, hozir aytganimdek kanalimizga obuna bo'lib, like bu yoqqa urasizlar do'stlar. Kommentariyada bemalol o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xohlasanglar yana nimalarni o'rgatishimni kanalga endi like, obuna va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Hammangizga xayr bo'ldi.